Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli dehqon chorvachi qarindoshlar. Yoqtirib ko'rishinglar muyassar bo'lib kelayotgan yaqin do'stinglar, Munbat Tuproq programmasining bugungi yangi sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men program riyosatchisi Sadriddin Saybida. Ko'raman do'stlar. Buningdan 50 necha yil ilgari Qurban Tulumning Beyjingga berib, rais Mavzudong bilan ko'rishmoqchi bo'lganligi to'g'risidagi hikoyani hamma odam biladi. 50 necha yildan buyon Qurban Tulumning ta'sirida uning urug' tuqqanlari boshdan oxiri partiyani, ulug' vatanimizni qizg'in so'yib, millatlar ittifoqligi, ijtimoiy muqimlik, vatanning birligini qo'g'dashga hassa qo'shib keldi. ayının 25 günü Quralliq saqchi qism Şinjan baş ətirti doktorxanasının başlığı. Davrimizdeki hayat leyfing deb təriflenib kelayotgan Zhuang Xihua davolash ətirtin başlap Xotan viloyatining Keriya nayisiga berib, dehqon chorvachilarning kesilini haqsiz davoladi. Tekshirish jarayonida doktorlar Qurban Tulumning cho'ng qizi 87 yoshli To'xtixon Qurbanning o'tida tosh borligini bayqadi. Hamda Mumayni darhol Urumchiga yetkab davolashni qaror qildi. 10 ayning 1-kuni 87 yoshli To'xtixon Qurban Quralliq saqchi qism Şinjan baş ətirti doktorxonasida o'ngishli operatsiya qilinib, o'tidagi tosh elib etilib, salomatligi yaxshilandi. 10 ayning 13-kuni Abdunum rayonluq partkomining sho'jisi Chen Chuango Qurban Tulumning cho'ng qizi 87 yoshli To'xtixon Qurbanning saqiyib doktorxonadan chiqqanligidan xabar topgandan keyin Qurban Tulumning urug' tuqqanlari bilan ko'rishdi. Ko'rishda To'xtixon ana hayajonlangan holda sho'ji Chen Chuangoga salomatligining tez asli kelganligi, doktorxona xodimlarining o'ziga bak yaxshi qarg'anligini aytdi. Shoji Chen Chuango Abdunum rayonluq partkom xalq hukumatiga vakolatan Qurban Tulumning urug' tuqqanlaridan hol so'rab, Qurban Tulumni cho'nqur yod etdi va uningga bo'lgan cho'nqur hurmatini bildirdi. Shoji Chen Chuango Qurban Tulumning Beyjingga borganligining tillarda daston bo'layotganligiga yarim asrdan oshdi. Şinjan tinish azod bo'lgandan keyin qat ko'tirib azodlik erishgan Qurban Tulum Jongo Kommunistik partiyasiga bo'lgan cheksiz minnatdorligini, ulug' vatanimizga bo'lgan o'tliq muhabbatini bildirib, millatlar ittifoqligini cheksiz qadrladi. Sotsialistik qurilish davomida u partiyaga bo'lgan cho'nqur mehrini partiyaning so'zini anglaydigan, partiyaga ergishib mengishni amaliy harakatga aylantirib, emgak namunachisi, millatlar ittifoqligi namunasi bo'ldi. Qurban Tulum Şinjandagi har millat xalqining munavvar vakili. Şinjandagi har millat xalqining o'g'inish ulgusi deb yuqori baho berdi. Ham Qurban Tulumning urug' tuqqanlarining bu oyning oliyjanob fazilati va sharaflik an'anasini joriy qildirib, avloddan avlodga davomlashtirib, boshdan oxir yaxshi oila istilini saqlab, jamiyat va xalqqa ulgu bo'lishni umid qildi. Mana bu ta'sirlik suhbat va ko'rinishlar buningdan 50 necha yil ilgariki bir ta'sirlik hikoya va bu hikoyaning bosh qahramoni Qurban Tulum bilan munosabatli. Qurban Tulum 1883-yili Keriya nahiyasida tug'ilgan. Yetimchilikda cho'ng bo'lgan. Balalik chog'larini pomishchikning qo'ylarini beqish bilan o'tkazgan. 1949-yili Şinjan tinish azod bo'lganda Qurban Tulum qad ko'tarib xo'jayin aylandi. O, rais Mavzudong bilan Kompartiyaning xalqni baxtli turmushga ega qilganligiga minnatdorlik bildirish uchun eshakka minib Beyjingga berib rais Mavzudongga rahmat etmoqchi bo'lgan. Cho'ng dadam ayni vaqtda pomishchilarning qo'lidan qutulib, yaxshi turmushga erishgandan keyin Mavzudongga bo'lgan partiyaga bo'lgan minnatdorligini bildirish uchun har yili qog'un pishsa qog'un, uzum qaq pishsa uzum bilan tayyorlab yo'lda tutib o'tishgan o'tganchi mashinaga mana shu Mavzudongga og'ash chiqinglar, men shu bir Şinjanlik bir bu ayniki terganimiz shu eg'izdagi so'n deb shunda bir necha qitim bunda tutib o'ltirib an o'tgan mashinalar bova biz shunda Beyjingga chiqmaymiz, buni biz açıqamaymiz, xafa bo'lmang
deb mushundaq ep mangmagandan cho'ngdamninki mavzudun bilan kurashish istiki bak kuchlik bo'lg'achqa shu o'zi tayyorlagan quvunqoq uzum neslerini hujumga qaçılab işek bilan Beijing'e çıkıp mavzudun bilan kurashitmadi. Bu bir necha qitim mingvagandan noy rahbarlari keyindan berib baba siz bu işek bilan Beijing'e berib bo'lmaysiz, orliqi bak uzoq. Siz mishada yaxshi ishlang, biz sizning ahvolingizni yuqoriga doklad qilmaymiz deb nima qilgandan keyin cho'ngdadam emgak namunachisi bo'lib saylantu. Bu saylangandan keyin Beijing'e chiqib mavzudun bilan kurashish sharafiga ega bo'lib cho'ngdadam shu mavzudun bilan kurashib kelganligini bizga deb bergan. Qurban Tulumning eshakka minib Beijing'ga bormoqchi bo'lganligi ayni chog'dagi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik partiyasining shujasi Wang Yinmao'ga yetgan. Qurban Tulumning orzusini ishga oshirish uchun Wang Yinmao uning davlat bayramini tabriklash o'yini bilan aeroplanda Beijingga berishini alohida tasdiqlagan. 1958 yili 6 ayning 28 kuni Rais Mao Zedong Zhongnanhayda Qurban Tulumni qabul qilgan. Ana shu qimmatli daqiqalar Kompartiya bilan Xinjiangdagi har millat xalqining beliq bilan suvdek yaqin munosabatining namoyandasi. Necha avlod partiya hukumat rahbarlarining samimiy hamkorligi, shundaqla har darajalik partiya hukumatning yaqindan ko'ngil bo'lishi bilan Qurban Tulumning avlodlari, jumladan Xinjiangdagi har millat xalqi hozir eng baxtiyor kunlarda yashmoqda. Ürümchida davolanib va Shuji Chen Chuango bilan ko'rishib qaytib kelganiga 10 necha kun bo'lgan Qurban Tulumning cho'ng qizi To'xtixon onani biz Keriya nayisining Shanba bozorining doktorxonasida salomatlik tekshirtayotgan holatda uchratdik. Bu kuni To'xtixon ona avtonom rayon yo'lga qo'ygan dehqon chorvachilarning salomatligini haqsiz tekshirish siyosatidan bahramand bo'lgan yurtdagi dehqon chorvachilar qatorida salomatlik tekshirtishga kelgan ekan. Qurban kamniki ballardan necha bal var zar? 2. 2 ma? 2. Ha. Sizin necha bal var zar? 8 balam var. 8 balam var. Ne ansam Ürümchiga chiqib operatsiya qildirib kiriblar. Qandayroq yaxshi bo'ldimi operatsiya? Yaxshi bo'ldi. Ürümchiga chiqqandan keyin kim bilan ko'rashlar Ürümchida? Boshqa bilan ko'rashgan. Ha, nimda ular? Ani bo'lsa kelsa biz berib bo'g'icha. Ha. Yaxshi. Manandan keyin havolab qilib, og'rib qilib, nima qilsa bola udulmishaga chiqsin. Ha. Deb gapirib o'tirdik. Ha. Ana doktorxonaga bordi, apirib daraylab, qulselib, o'qilib. Ha. Saqib keldim, qo'jamga kelib qo'ydi. Aeroplanga chiqib keldimi? Aeroplanga chiqib. Burun chiqib baqqanmi, aeroplanga chiqmaganmi? Yo'q. Aeroplanga chiqqanda bo'ldi ekan. Bosh qaytgan bidam. Xuna ushib basa. Ay qabritgan u bosh og'rig'ima. Bu chaqa chiqib baqmagandan keyin ammo aqatimda meni ishimim ma'mudim aeroplandan chiqib akilib. Hamma yerni ko'rib ko'rdim. 8 kunda keldim. Bu kuni To'xtixon onaning kayfiyati nihoyat yaxshi bo'lib, jonliq tetikar ketdi. Ve külki yığıp turadigan chiroyidan salomatligining to'liq asliga kelganligi monument deb chiqib turadi. Bugun Qurban Tulum tog'amizning qizi To'xtixon acham doktorxonamizga kelib, shu avtonom rayon o'rlashtirgan butun xalq haqsiz sog'lomlikni tekshirish qurilishdan bahramand bo'lib sog'lomlikni tekshirdi. Tekshirish jarayonida tekshirish natijalarini nihoyat yaxshi obdan chiqdi. Ham shu butun xalq haqsiz tekshirishdan davom bahramand bo'lib partiya hukumatning xalqqa qilgan shu mehr shafqatdan nihoyat xushal. Ruqiya Matsaydi Qurban Tulumning avrisi. O o'z arzusi bo'yicha dengiz armiyasiga imtihon berib o'tib 2012 yili 12 oydan 2014 yili 12 oygacha Liaoning nomli avtomatkada harbiy vazifa o'tagan elimizdagi tunji avlod osonliq millat ayol askar. Ruqiya Matsaydi Liaoning nomli avtomatkadagi harbiy vazifani tamomlab yurtga qaytib kelgandan keyin Qurban Tulum ruhini avish oldirib bugungi baxtiyor turmushda qadrlayli degan nomdagi tashviqot o'yiniga qatnashib asosiy qatamga berib yurtdoshlar bilan bo'g'isi boshdan kechirgan jafoliq kunlarni birlikda esladi. Hozirgi baxtiyor turmushni
partiyaning xalqqa naf yetkazadigan foydali siyosatlari va millatlar ittifoqligi to'g'risidagi hikoyalarini so'zlab, davr halqib bo'lsining ro'yiga varislik qildi. Bugun jamoatimizdan basharanlik Chechongo shuzi qabul qilib, Ürümchiga chiqib, shu yerdan ko'rishib keldik. Har bir qism doktorlari operatsiya qilib, cho'mpamda oldi. Qaytib kelgandan keyin cho'mpamning ahvolim bek yaxshi. Buvamning vatanini suydigan, xalqini suydigan, kompartiyani suydigan, ambekini suydigan ro'yidan faxrlanaman. Ham ro'yiga bundan keyin varislik qilaman. U hozir Keriyan Nahiya Langar yeziliq emgak va ijtimoiy kafolat ishlari ishxonasida har millat xalq uchun yaxshi xizmat, a'lo mulozimat qilmoqda. Qizim askarlikka chiqish oldida Xanzuchida intayin qiynatdi, Xanzuchini chot bilmaydi. Qismga chiqqandan keyin qism rahbarlari Xanzu yo'ldoshlar qizimga cho'ng yordamini berish orqasida qizim Xanzuchini ravon so'zlaydigan, Xanzuchida qiynalmaydigan, mushunda holatda 2 yillik askarlik hayotini kechirib keldi. Biz nevrilarmi shu cho'ngdamninki ish izlarini besib partiya hukumatniki bizdan kutgan umidini aqlash yuzidan mishadiki Xanzu yo'ldoshlar bilan xizmatdoshlar bo'lmasin, Xanzu og'illarimiz bo'lmasin, ular qiyinchilikqa yo'liqsa o'zimiz qiyinchilikqa ham o'xshash ko'rib, ularga yordam qo'limizni sunib, shunda keldik. Bundan keyinma shunda qilishga tirishamiz. Boğusining ta'sirida Yasin Mehmet Emin Boğusi Qurban Tulumning partiyani, sotsializmni, emgakni, yurtini qizg'in so'yishdek esil ruhini o'rganib, boshdan oxir partiyaning so'zini anglab, partiyaga ergishib menib, partiya va davlatning himmatiga javob qaytarish uchun tirishmoqda. 2003-yili Xotan shahridagi Qurban Tulum Rais Mavzuni ko'rdi nomli katta haykal tutdi. Şu yili Qurban Tulumning yurti Keriyan Nahiyasining To'g'rig'az yezisi To'g'rig'az kentida Qurban Tulum xotira sarayi qurildi. Ana shundan boshlab Yasin Mehmet Emin dehqonchilik qilg'ach Qurban Tulum xotira sarayining xol soni boshqaruvchisi bo'lib, Bo'g'usining xotira sarayi va burunqi turalg'usini, shundaqla Bo'g'uz qoldirib ketgan ma'naviy boyliqni qo'g'dab kelmoqda. O partiya hukumatning nurg'un mablag' chiqarib, Bo'g'usi Qurban Tulum xotira sarayini kengaytib, yangidan salg'iniga intayin xushal. Cho'ngda va burun tatmishadi, kichigida tatmishadi cho'ng'agan. O burun qo'ltiqimiz shu, ma xotira sarayini 2005-yili saqan 2005-dan tat hozirgacha men saqlab turyapti, ma qurilishni 2015-yilda qurilish 8-oyda ish boshlagan. Hükümetin barliq siyosatlarida biz bahramandlab kelgan. Bu qitimamda Abdumrayning shujisi, Chirjergo shuji qabul qildi, 5 yil chiqib kurashdik. Mendan ataytanamda xotir sarayining yillik qilgan odam soni so'da. Men hamda 1 yilda turan deganda 10 ming odam keldi deb javob berdim. Bizning Shinjongdagi qolgan odamni jiqmi yo chet davlatdanmi deb so'rabman men. Bizning Shinjongdagi qolganlar deb javob berdim men. Bundan keyin men ham shu cho'ngdamning ishini yaxshi tashviqlab, millatlar ittifoqi uchun birikish kassamni qo'shmoqchi. Munbarda o'quvchilarga butun ishtiyoqi bilan dars so'zlayotgan bu o'qituvchining ismi Aziz Ababekli. O Keriyan Nahiya To'g'rig'az yeziliq to'liqsiz o'rta maktabning qo'lliq o'qituvchisi. Shundaqla Qurban Tulumning ikkinchi qizi marhum Ayniyazxon Qurbanning o'g'li. U ko'p yillardan buyon o'quvchilarga vatanparvarlik tarbiyasi berishni maqsad qilgan Xinjiang nomli darsni yaxshi o'tish bilan birga ularga yurtimizning taraqqiyoti va xalq turmushida borliqqa kelgan olamshumul o'zgarishlarning butunlay Jungo Kommunistik partiyasining to'g'ri rahbarligida borliqqa kelganligini so'zlash orqali Bo'g'usi Qurban Tulumning ro'yiga haqiqiy varislik qilib, vatanni, partiyani, sotsializmni qizg'in so'yadigan, millatlar ittifoqligini ko'z qarchig'idek asraydigan izbosarlarni tarbiyalash yo'lida jon ko'ydirib ishlamoqda. Men bundan keyin cho'ngdamninki vatanni suyish, partiyani suyish, sotsializmni suyish, millatlar ittifoqligini qizg'in suyishdan iborat ulug'vor g'oyasini qalbimda cho'nqur o'rinlarni oldirib, o'quvchilarga millatlar ittifoqligini qizg'in suyish, partiyaga bo'lgan minnatdorlikni bildirish to'g'risida tashviq tarbiya baritma, qo'lin qo'shnilarni zamonimizdagi yangicha Qurban Tulum bo'lishga yetaklaytma va ularga
bu şu çoğun damdaki iş izleri to'g'risida so'zlab turibman. Muxbirimizning egilishicha Qurban To'lumning Mantimin Qurban, Mattursun Qurban, To'xtixon Qurban, Ayniyazxon Qurban degan ikki o'g'il, ikki qiz farzandi bor bo'lib, hozir 87 yoshga kirgan cho'ng qizi To'xtixon Qurban bilan Qarmay neftligidan dam olishga chiqqan kenja o'g'li Mattursun Qurban hayot ekan. Qurban To'lum jamoatidagi navra chavridan tarkib topgan 70 necha qarindosh partiyaning g'amxo'rligida baxtiyor turmushga erishish bilan birga bovisi Qurban To'lumning ro'yiga varislik qilib, millatlar ittifoqligi va ijtimoiy muqimlik uchun tegishli to'p qo'shmoqda. Bu qatam onam va bizningki oil tabobatdikilar Chunjango shujininki qizg'in olqishi ichida bizni kutilish, bizden hal so'rash faoliyatida qatnashdim. Men shuni his qilib yetdimki, qaytadan bilimni ravus bog'lab, yenilam tirishib, yaxshi ishlab, o'miz Qurban To'lumning izini besib, Markaziy komitetning shujisi Shi Jinping shuji bilan yuz ko'rishib, uzundan buyon shu partiya hukumatiningki yetkazgan turli g'amxo'rliklari, nurg'unlagan yaxshi siyosatlarni o'zim shuji Shi Jinpingga yetkizish, yaxshi utuqlarni yetkizish arzuyum bor. Men bu jihatda ideyam mustahkam, men cho'qim tirishib yaxshi ishlayman. Hozir Rais Mao Zedong bilan Qurban To'lumning vafot bo'lganiga 30 yildan oshgan bo'lsa-mu, bu ta'sirli hikoya hali ham kishilarning esidan chiqqani yo'q. Qurban To'lum ruhi hali ham avlodma-avlod davomlashib kelmoqda. Shundaqla davr bilan tang ilgirlash va texnik yangi ma'nolarga ega bo'lish orqali har millat xalqiga tugunmas ma'naviy kuch ato qilmoqda. 10 ayning 13 kuni yo'ldosh Chunjango shuji Qurban To'lumning oilasidagilarni yo'qladi hamda qabul qildi. Kari xalqi buningdan qattiq faxrlandi. Shuning bilan birga biz Qurban To'lum ro'yini joriy qildirish uchun Qurban To'lum ro'yini tadqiq qilish jamiyati qurib chiqdik. Qurban To'lumninki ish izlari, uning ro'yini yerlik darslarga kirgizdik. Leksiya umiga qurib Qurban To'lumning ish izlarini, uning ro'yini keng turda tashviq qildik. Mushu orqali Qurban To'lumninki vatanni suyish, sotsializmni suyish, partiyani suyish, millatlar ittifoqligini qadrlash, partiya hukumatninki qilgan g'amxo'rligiga nisbatan minnatdorlik bildirishdek ruhini keng turda tashviq qilib, jamiyatda aktiv energiya shakllantirib, noyimizningki iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surish, ijtimoiy muqimlikni hamda abadiy aminlikni ishga oshirish uchun puxta asos soldik. Qalbida vatanga bo'lgan mehr muhabbati urg'ib turadigan Qurban To'lumning simosi bizga yarim asrdan ko'proq ta'sir ko'rsatdi. Uning hikoyasi bizga kommunistlar o'zi jafo tarsimi, xalqqa baxt yaratganda fuqarolarning partiyaga bo'lgan muhabbati va himoyasining texmi mustahkamlanganligini yana bir qatim tushuntirib berdi. Bu xil ishonch ishlarimizni to'saliqsiz ilgari surib, bizni har vaqt zafar quchishga ilhomlantirdi. Qadrli ko'ruvchilar, dehqon chorvachi do'stlar, Munbat Tuproq programmamizning bugungi yangi soni mishada oxirlashdi. Kelar qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.